Xo'sh, keling bir o'ylab ko'raylik. Kompaniyaning eng katta dushmani nima bo'lishi mumkin? Balki soliqlar deysizmi? Yoki bozor talashayotgan raqobatchilar? Yo'q, aslo unday emas. Kompaniyaning eng ashaddiy va ko'rinmas dushmani bu noto'g'ri tan olingan daromad. Bu shunchaki balandparvoz gaplar emas. Mana, raqamlarga qarang. Dunyodagi yirik kompaniyalar bilan bog'liq moliyaviy mujaralar va bankrotliklarning 60% dan ortig'i aynan mana shu tushum moddasidagi xatolardan boshlangan. Siz hali ham sotdim, pulini oldim, tamom bu daromadda degan eski qoida bilan ishlayapsizmi? Agar shunday bo'lsa, sizning moliyaviy hisobotlaringiz, ochig'ini aytsam, xuddi minallashtirilgan maydonga o'xshaydi. U qachon portlashini hech kim bilmaydi. Bugun biz siz bilan IFRS 15, ya'ni xalqaro moliyaviy hisobot standartlarining murakkab ammo juda qiziq dunyosiga sho'ng'iymiz va har qanday bosh buxgalterning uyqusini qochiradigan savollarga javob izlaymiz. Keling, birinchi vaziyatni ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, siz Anor qurilish kompaniyasining rahbarisiz. Ajoyib binoni qurib bitirdingiz, kalitni mijozga topshirdingiz. Hamma ish bitdi. Lekin bir muammo bor. Mamlakat iqtisodiy inqiroz va siz mijozingiz shartnoma pulini to'lay olishiga umuman ishonmayapsiz. Mana sizga savol. Ish to'liq bitgan bo'lsa ham, yil yakuni, ya'ni 31-dekabrda hisobotingizga 1 so'm bo'lsa ham daromad deb yozishga haqqingiz bormi? Yoki butun mehnatingiz, xarajatlaringiz havonga uchdimi? Yaxshi, keling, oddiyroq misolga o'tamiz. Siz vodiy texnika do'konisiz. Mijoz keldi, $420 to'ladi va siz unga yangi notebookni berdingiz. Hammasi oddiydek, lekin siz ustiga sovg'a sifatida, ya'ni tekinga 1 yillik servis xizmatini ham qo'shib berdingiz. Hujjatlarda bu xizmatning narxi 0 so'm deb ko'rsatilgan. Endi savol. Agar siz shu $420 o'sha kuni yo'q, to'liqligicha sotuvdan tushum deb yozsangiz, nima uchun bu holat ayrim vaziyatlarda moliyaviy firibgarlik deb topilishi mumkin? Nega buxgalteriyada tekin deyilgan narsa aslida eng qimmatga tushadigan xatoga aylanishi mumkin? Bu jumboqlarning javobini topish uchun biz avvalo shartnomaning o'zi nima ekanligini va unda yashiringan majburiyatlarni qanday qilib to'g'ri aniqlashni o'rganishimiz kerak. Keling, birinchi va ikkinchi videolarda aynan shu nozik jihatlarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Endi keling, narx masalasiga o'tamiz. Aytaylik, siz endi Baraka qurilish kompaniyasisiz. Shartnomada shunday band bor. Ishni vaqtidan oldin tugatsangiz, bonus olasiz. Agar kechiktirsangiz, jarima to'laysiz. Xo'sh, siz shartnoma narxini qanday belgilaysiz? Optimist bo'lib, kelajakdagi bonusni daromadga qo'shasizmi? Yoki pessimist bo'lib, ehtimoliy jarimani hozirdan ayirib tashlaysizmi? Qaysi nuqtada sizning taxminingiz rasmiy buxgalteriya yozuviga aylanadi? Yoki mana bu holatni oling. Roscoe mashinalar kompaniyasi. Siz tovaringizni bugun yetkazib berdingiz, lekin xaridor pulini 2 yildan keyin to'laydi. Savol shunday, siz o'zi kimsiz? Sotuvchimisiz yoki bankirmisiz? Va nega shartnomada aniq-taniq yozilgan $1 million aslida sizning balansingizda aytaylik 800 ming bo'lib ko'rinish kerak. Qolgan 200 ming qayerga g'oyib bo'ldi? Bu sirlarning va narx bilan bog'liq jumboqlarning kaliti tranzaksiya narxini to'g'ri aniqlashda va uni shartnomadagi har bir alohida majburiyatga to'g'ri taqsimlashda yotadi. Aynan shu bosqichlarda eng ko'p xatolarga yo'l qo'yiladi. Buni biz 3 va 4 videolarda batafsil o'rganamiz. Keling, hayotiy bir savol beraman. Mobil operatorlar telefon tekin, faqat bizning tarifga 1 yilga ulaning deb reklama qilganda, ular aslida qanday qilib siz hali ishlatmagan xizmatlardan oldindan daromad ko'rishadi? Bu qanday moliyaviy hiyla? Endi esa eng qiyin vaziyatga keldik. Qurilish sektori. Sardor qurilish kompaniyasi 3 yillik yirik loyihani boshladi. 1 yil o'tdi, lekin hali mijozga birorta ham hisob faktura yuborilmagan. 1 so'm ham pul kelib tushmagan. Diqqat, savol. Qanday qilib 1 tiyin pul olmasdan, bitta ham hisob faktura yozmasdan turib, yil yakunida qonuniy ravishda millionlab daromad ko'rsatish mumkin? Shartnoma aktivi degan sirli tushuncha nima o'zi? Va u qachon sizni qutqaradi-yu, qachon tuzoqqa tushiradi? Agar bu savolga javobni bilmasangiz, xavotir olmang. Chunki buning uchun daromadni vaqt o'tishi bilan, ya'ni ish bajarilishiga qarab ton olish konseptini tushunish lozim. Bu ayniqsa qurilish va boshqa uzoq muddatli loyihalar uchun eng muhim qoidadir. Buni 5 va 6 videolarda ochib beramiz. Xo'sh, kassangizga kelib tushgan hamma pul sizning tushumingizmi? Mana online diller degan kompaniya. U mijozdan mahsulot uchun $1000 oldi. Bu pulning $920 to'g'ridan to'g'ri zavodga o'tkazib berdi. O'zida esa komissiya sifatida $80 qoldi.
Savol: bu dilerning hisobotida tushum $1000 deb yozilishi kerakmi yoki atagi $80 mi? Agar siz 1000 deb yozsangiz, investorlarni 10 barobar aldagan bo'lasiz. Siz qachon biznesning egasisiz, u qachon shunchaki vositachi, ya'ni dallolsiz. Farqi nimada? Va nihoyat, moliyaviy hisobotlardagi eng katta aldovlardan biri. Lola Invest o'ziga tegishli binoni sotdi. Hamma hujjatlar joyida. Oldi sotish shartnomasida sotildi degan muhr turibdi. Lekin shartnomaning eng oxirida mayda harflar bilan yozilgan kichkinagina band bor. Sotuvchi ushbu binoni 2 yildan so'ng kelishilgan narxda qaytarib sotib olish majburiyatini oladi. Diqqat, savol. Bu haqiqiy sotuvmi? Aslo yo'q. Bu aslida binoni garovga qo'yib, bankdan kredit olish bilan barobar. Nega sotildi deb yozilgan qog'oz buxgalteriya tilida aslida men qarz oldim degan ma'noni anglatishini bilasizmi? Mana shunday ayyorona moliyaviy sxemalarni fosh qilishni va o'z hisobotlaringizni himoya qilish uchun nafaqat standart qoidalarini, balki ularning ruhini, mantiqini ham tushunish kerak. Buni 7 va 8 videolarda ko'rib chiqamiz. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, IFRS 15 bu shunchaki quruq qoidalar to'plami emas. Bu biznesning qon tomiri, uning sog'lig'ini ko'rsatuvchi eng muhim ko'rsatkich. Agar siz inqiroz paytida daromadni qanday tan olishni, o'zgaruvchan narxlar, bonuslar va jarimalar bilan qanday ishlashni, tekin xizmatlar ichidagi yashirin daromadni topishni va sotuv niqobi ostidagi kreditni fosh qilishni bilmoqchi bo'lsangiz, demak, to'g'ri joydasiz. Xo'sh, buxgalteriyadagi bu chigal junglidan omon chiqib, o'z kompaniyangizni moliyaviy halokatlardan asrashga tayyormisiz? Unda vaqtni boy bermang. Hoziroq birinchi mavzuga o'ting. Anor qurilish va vodiy texnikaning jumboqlari sizni kutmoqda. Keling, haqiqiy hisob-kitobni boshlaymiz.